Assalomu alaykum hamyurtlar. Bugun bir dalaga borib, ozgina kartoshka ekkanmiz. Shu kartoshkamizni chopib, nima qilib kelamiz. Shu ikki og'iz gapirishni niyat qilgandim. Ana shu nima qo'yildi deganda bu yerga bankomat. Bankomatni men shu najot yashigi deb aytayapman-da. Biz qishloqda yashaymiz. Shaharda oldinroqdan ko'p edi. Qishloq markazlarida ham ko'p edi. Shu bizlarning markazga shu qo'yaylik deb iltimos qilingan edi. Mana toklarni ham chiqarib berdik o'zimiz shu qishloqqa bir yaxshi xizmat bo'lsin deb. Nima demoqchiman? Mana shu erkaklar hammamiz birgalashib bir maslahatlaringiz kerak bo'lyapti-da. Maslahatim shuki, maslahat shundan iborat bo'lish kerakki, demoqchi bo'lgan gapim. Men hali yozib, naqd o'tiraman, ichimdagi bor gapni gapiraman. Shu nima deyman? Mana pensiyaga chiqadi-ku, nafaqaga ayollarimiz, adashmasam 55 yoshdan chiqadi. Shu pensiyaga chiqishini kutib yashaydi ayollarda. Shu bu hammamiz hamda pensiyaga chiqsak, tekin pul keladi deymiz-ku, to'g'risi hamda. Shu umr kutish bilan o'tib ketyapti. Ayollarimiz yaxshi bekalik qilish kerak. O'jayinlarga, yaxshi bolalarga onalik qilish kerak. Ana shu hozir o'g'lim 1 minut gaplashaveraymi, keyin gaplashaman. Qo'y 1 minut. Shunga nima deyman? Ularda shu pensiyasini oldinroq berishni ilojini o'ylab ko'rsak. Bunga men mana nima demoqchiman? Davlat tomonidan desak, davlat qiyindir, juda ko'pchilikka pensiya berish kerak. Juda katta mablag'lar bo'lib ketadi. Shunga mana o'zimizda bir shu prezidentimizga bir iltimos qilsak, yaxshi bir loyihachilarga bir konkurs e'lon qilsak. Chunki prezident nomidan bo'lsa, tayyorgarlik boshqacha bo'ladi-da. Xuddi mana madhiyamizga konkurs qilingan, bayrog'imizga konkurs qilingan qanaqangi chizish degandan, ana shunga o'xshab bunga bir yaxshi bir programma deymiz, dasturga bir konkurs qilinsa-ku, shunaqangi bir dastur bo'lsa deyman-da. Shu dasturga shu odamlar, erkaklar ham odamlar asosan, masalan, boshqacharoqdan tushuntirmoqchiman-da aka mana. Hammamiz o'zbekistonliklar, ko'plarimiz musulmonlarmiz. Shu mana eng yaxshi ibodat nima degan haligi ko'rsatuvda ko'rib qoldim-da, o'rischasida ekan, rus musulmonlar ham ko'p. Shunga esimda qolgan aytib bermoqchiman. Eng yaxshi ibodat namozmi desa, namoz ham emas dedi. Namozni qilsang o'zing uchun qilasan, shu Xudoga iltimos qilib, shu yaxshiliklar bo'lsin deb, o'zingning iymoningni to'g'rilash uchun yoki xullas kelajagingda yaxshi bo'lsin deb. Yana shunga o'xshagan savol-javoblar bo'ldi. Esimda qolgan eng asosiysi, eng yaxshisi nima deganda sadaqa degan gap chiqarildi. Deyildi. Haqiqatan to'g'ri. Sadaqani qilsang, shu Xudo haligi pulingdan chiqarib berasan, birovlarni yaxshilash uchun, birovlarni turmush tarzini yaxshilash uchun, yashashini yaxshilash uchun bergan bo'lasan. Chunki haqiqatan namozni o'qisak, o'zimiz uchun haqiqatan shu u dunyoda haligi Xudoning oldida yuzimiz yorug' bo'lsin deb qilamiz. Lekin sadaqani ham u tomonlama, ham shu boyagi kimnidir o'sha mushkuli oson bo'lsin deb qilinadi. Shunga men nima deyman? Nima demoqchiman? Shunday bir yaxshi bir dastur bo'lsa-da, shunga masalan o'sha sadaqa qilaman degan odamlar bozordami, uydami, ko'chadami multaniga bir xilot 2000 mi 5000 berib qo'yamiz-dag'in, shu bilan malagim sadaqa qilib qo'ydik deb turib, raddi baloni aritdik deganga o'xshatib qo'yamiz. Bu bilan bo'lmaydi. Kim dalyapmiz 2000 5000 bilan masalan haligi to'g'ri o'sha sadaqa qiladigan multanlarda yurishliklar ko'p yoqtirmayman, ma'qul emas deyman. Butun ko'payib ketyapti hozir o'zi. Ularni ham bir tartib olish kerakmi? Bir keraksa shularning ayollariga ham keraksa pensiya qilib berish kerakmi? Masalan-da endi. Bu gap juda katta gapda, buni bosib turgan nimasi katta. Shoja hayajon bor, lekin o'ylanib juda ham haligi hisob kitob olgan gapimda aytyapman-da. Mana telefonga shunday 5000 tashlasak ham, 2000 tashlasak ham birdan ko'rinadi-ku. Yoki svetga haligi elektr energiyaga shunday tashlasak, 10000 tashlasak ham, 20000 tashlasak ham birdan ko'rinadi-ku. Shunday bir yaxshi dastur bo'lsa. O'sha dasturga shu odamlar shu haligi ihson qilayin degan gapini shunday shu bugun masalan 1 million pul topdim,
bir 100 mingni ehson qilib yuborang desin. Ya'ni shunday o'tkazib yuborsa, shunday ko'rinsa, shu haligida aniq shu ketayotgan pulini aniq shu haligi ehsonga borayotganini bilsa. Bu o'sha ehsonlar nimaga? O'sha ehsonlar haligi ayollarimizga ittiroq pensiya olishlariga, mayli hozircha bir xususiy bir jamiyat tashkil qilib tursak ham, shu ehsonni faqat katta bo'lganlarga emas, shu yosh maktab yoshidagi bolalardan boshlab, qizchalarimizdan boshlab qilib borsak. Mana shu yerda shu bankomatga mana hozir odam keldi. Shu bankomat bo'ladi, men shu yerda magazinda oltida qarab turaman. Yosh qizchalar kelib shunday qarab o'tadi, shu xuddi pul chiqaradigan joy deydi haligi. Chunki o'sha yosh qizchalarda ham naskisi yirtilib qolgan bo'ladi, tez ketadi, kalkotkasi yirtilib ketadi, salfetka olaman deydimi, ruchka olaman deydimi. Xullas mayda-chuyda xarajatlari bor-ku. Sizlar aytishingiz mumkin, otasi, onasi olib beradi deb turing. To'g'ri, otasi, onasi olib beryapti. Akalari ham berib turgandir. Bu bizlar ko'rgan, bilganlarimiz. Yana ko'rmagan, akasi olib bera olmagan, ota-onasi yaxshi olib bera olmaydiganlar qancha? O'zbekistonda bir statistikasini bilingizlar, qarib 40 million odamimiz bor. Qanchasi qishloq joylarda yashaydiganlar juda kam ta'minlanganlar ko'p. Shaharda yashaydiganlar gapdan odamlar bir bas jim tursin iltimos. Shahardagilarda balkim osonroqdir. Ular garodskiyimiz deydi haqiqatan. Ularda nimadir bor haqiqatan. Lekin qishloq sharoitlarimizda O'zbekistonlik hammamiz bir xil-ku, bir mamlakat, bir bayroqda ostida odamlarmiz-ku. Ularda shu yetishmovchilik ko'p bo'lyapti. Keyin masalan mana shu ayollarimiz haligi bizlar xohlamaydigan ishlarni qilishyapti. Noto'g'ri joylarda ishlarni qilishib qo'yapti. Shularga masalan mana shunaqangi oylik haligisi berib turilsa, masalan, pensiyaga chiqmasdan oldin ham shu eng zarurlariga qancha qo'limizdan kelganicha, mayli shu ozgina puldan bo'lsa ham, shu ham bir haligi o'shalar ham kerak bo'lsa, shu ayollarimiz ham shuni ham kerak bo'lsa, erkaklarga uyga ovqat olib keladi yoki bolasiga bir narsa olib beradi. Shu ham o'zimizga qaytadigandek gap. Lekin men demoqchiman, shu bir yolg'iz ayollar bor, ular xullas noto'g'ri ishlarni qilib qo'ymasin degan maqsadga bir yaxshi niyat bilan bir qanaqangidir bir dastur yaratilsa. Bu dasturni yaratishda konkurs qilsa olimlarimiz, kompyuterchilar, ITchilar o'ylab topishadi bir yaxshi yo'llarini qilib. Keyin yana nima? Masalan, buni shu yuritishga, shunga bir haligi pulda yaqa-baqa olib tashkil qilib buxgalteriyalarga eng yaxshi vijdonli buxgalterlar qo'yilsadan keyin shunday boshdan bir qasam ichilgandek qilib, qo'ronga qarab qasam ichadi deydi-ku, shunga o'xshab bir yo'lini qilib, bir so'm pulingizni ham olmayman, hammasi kerakli joyga boradi degan odam ishlasa. Mabodoki noto'g'ri qilib qo'ysam, o'z ixtiyorim bilan ariza yozyapman, bir qamoqqa, kerak bo'lsa otuv, O'zbekistonda otuv qoidasi yo'q. Haligilarda Yaponiya, Xitoy tomonlarda shu poraxo'rliklarga otuv bor ekan, shuning uchun mamlakat rivojlanib ketyapti. Hech bo'lmasa bir mana shu tashkilotlarimizda hozir boshlab ko'rsak. Shu agar noto'g'ri qilib qo'ysam, bir qamasangizlar ham roziman. Men shu xalqimga xizmat qilmoqchiman. Menga berayotgan oilalarningiz o'zi yetadi deydigan odamlar ishga olinsa-da. Shu nima deyman, shu boyagi pulni shu ehson gruppasi deymizmi, shu haligi pensiyani, xususiy pensiya tashkiloti deymizmi, uni nomi nimaligini ahamiyati yo'q. Xullas, shu boradigan pul aql boradigan joyga borsa, shu mana shu ayollarimizni, xotin-qizlarimizni ta'minlashga degan necha puldan tushishiga ma'qul qilinsa, necha puldan tushishliklari farqi yo'q. Hozir kamroqdan boshlansa, o'zini oqlasa kerak bo'lsa, keyin ko'payib ham boraveradi. Bachachalarimizga, masalan, qizchalarimizga, masalan, shunday dastur bo'lsa, kunlik kartacha qilib bersak, kartasiga tushib boraversa, kuniga masalan 5 mingdan, 10 mingdan necha puldan bo'lsa ham, shu keraklicha shu naski sertilib qolsa, naski olsin, masalan, salfetka olsin, hozir hammaga salfetka bilan nima qilyapti. Keyin shu mana bu yerda somsaxona, ikkita somsaxona. Bolalar shunday somsaxonaga qarab o'tadi. Shu mayli bitta somsa olsin. Haligi bo'lsa, xullasda shu haligi o'zini vitaminlari bilan shu boynagi qizlarimizni bachchalikdan yaxshi jiligini baquvvat qilib katta qilib borsak, hech narsadan uyalmaydigan, o'zlari hammasi joyiga yetadigan qilib katta qilib borsak, mana shu ayollarimiz bizlarga juda boshqacha yaxshilik bo'lgan bo'laydi. O'zimizga keladi, o'zimizni bolalarimizga, hamma erkaklarimizga o'sha qilayotgan yaxshilik bilan o'zimizni xotin-qizlar, O'zbekiston qizlariga yaxshilik qilayotgan bo'lamiz-ku. Mana shuni men aytmoqchiman-da, buni rahbariyatimiz agar mahkam kirishi, mana shunday bir portal deydimi, bir haligi bir dasturmi, xullas aniq aytdimki, odam shunday kartadan tashladimi, masalan 1 million yozilgan bo'lsa,
10 ming tashladim, 1 million 10 ming birdan tushgani bilinsin shu odamga. Masalan, bunaqangilik bo'lak mahalla bo'limidami, rayon bo'limidami, haligi shu katta O'zbekiston katta qozong'ichisi bilinmay qolishi mumkin. Lekin shu qanaqangidir bo'linadigan tushsin, ketin yana katta qozonga o'taversin mayli o'sha haligi taqiladigan joyiga. Shu odam shu nima qilganligini bilib borsin. Kerak bo'lsa katta ihson qilaman deydiganlar bor. O'sha katta ihson qilaman deydiganlar bilaman mana katta bir futbol guruhlarini sotib oladi. Yana bir joyga bormoqchi edim. Kelyapti. Yana o'tiring, hozir gaplashyapman. 1 minut. Gapni bo'lmasdan o'tiring. Shunday bir haligi katta tashkilotlarda sotib olyapti. Masalan, million, 10 million dollar, 100 million dollarlik bir nimalar. Katta boylarimiz juda ko'p O'zbekistonliklar aloqasi borlar. Ana shular o'zi katta pullarga kerak deb hisoblab qo'yishi mumkin. Haligi umuman o'sha xotin qizlarimiz pulga muhtoj bo'lmasligi mumkin. Hammasi joy-joyida bo'lib haligi qiladi. Shu ishlasa qo'shimcha mayli ishlayveradi yana. Haligi shu ayollarimizni bir mana bizlar ko'p ayta olmaymiz, yomon tomon noto'g'ri mamlakatlarga borib haligi ishlarda qilishyapti, nima deydi? Shipirsidirlarda qilishadi, ketin haligi qarilarga qaraydi deyishadi. Bu haqiqatan mehnat qilishda oson emas. Unga ham har kim bora olmaydi. Unga borishga ham puli borlar boradi. Birorligi katta tanish bilishi borlar, yetib bor. Unga ham oson emas. Bizda hozir mana shu yerda oddiy o'zimizda qancha xalqimiz mana ish joylariga qarang, haligi bir kunlik ishga chiqadigan joyda qizlar turadi ishga. O'sha yerlarda shu masalan bir xil vaqtdan keyin shu agar ichki ishlar xodimlari noto'g'ri joyda ishlayotganlarda noto'g'ri ish qilyapsan desa, keragida ishlayman deydi. Nima qilib bolam bor boqishim kerak edi yoki kerak bo'ldi-da sen bir so'm berasanmi deyishim mumkin. Masalan, xullas to'yga borishimga pul kerak, kiyim olishimga pul kerak deyishim. Masalan, bitta kasalim bor, shuni haligi sizga kerak edi degan gapni gapiradi, gapira olmay o'ylanmay qolasiz. Ishlash kerak deysiz. Lekin to'g'ri ishlasa qo'shimcha unga bizlar berganimiz qo'ldan bergan qush tuymaydi. Baribir, lekin eng boshlang'ich nujdalar, haligi kerakli nimalarga ishlatadi ana shu narsani. Bu narsani yo'lga qo'ysak bo'ladi. Buni bir kunda bo'lib qolmasa kerak, bir kichikroq bir loyihadan boshlab ko'rilib nima qilaversa, o'zini oqlab bir haligi mutaxassislarga aytilsa, juda mahkam yaxshi yo'llarni topishadi. Men mana 50 ga kiryapman, Xudoga shukr. Birinchi prezidentimiz o'lganidan oldinroq otam o'ldi. Yig'lagandim haqiqatan, shunday ota ketadi qanday bo'ladi. Lekin shunda ham baribir haligan bordim, prezidentimiz bor-ku deb qo'ygandim. Chunki prezident otamizdek deb qo'ygandi. Ana shu prezidentimiz, birinchi prezidentimiz o'lganda qattiq yig'ladim-ku, qanday bo'lar ekan deb turib. Otam o'ldi, endi bu prezidentimiz ham o'lib qoldi. Bu prezidentimiz sal yoshroqmi, olib borish qiyin bo'larmi degan xavotirlarim bor edi. 4 kundan keyin bildim, juda yaxshi, Xudoga shukr, mana yo'llarimizda mana asfaltlar bo'ldi. Ko'chaga chiqish qiyin bo'laydi odam. Shunday g'udur-budur haligi tuxumli korobkasiga o'xshab yotar edi. Suvut o'chardi. Faqat shaharga havas qilaydi, shaharda suvut o'chmaydi deb bir xillar qishda sal imkoniyati borlar shaharga, kvartiraga borib turadi, yosh bolasi bolalar issish qiyin bo'laydi, yosh onasi, qari onasi borlar yoki. Hozir suvut o'chmaydigan bo'lsa, suvut o'chmagandan keyin gaz kelmasa ham masalan mana suvut bilan issisa bo'lar ekan uyda. Tez yordam mashinalari. Biz faqat shaharda ko'raydik, shaharliklarga yaxshida kasal bo'lsa kerak. Hozir qishloqda inq etgandan telefon qilasiz, birdan keladi, shu yosh bolachangiz isitma qilayotgan bo'lsa ham uni davolab, qari odamlaringiz bo'lsa uni bir davilinasini tushirib bir yaxshilik qilib ketadi. Bu shuncha narsani mana tashkil qilayotgan prezidentimizga behisob rahmat aytaman. Shu narsalarni qilgan odam mana shu narsaga ham agar bir yordamchilari mana shu videolarimizni prezidentga aytib, mana xalqimiz mana shunaqa nima deyapti desa, bunga ham bir yo'lini topishga harakatini qiladi. Bizlar bilmagan ko'p narsani prezident juda katta narsani biladi. Shu boynaga katta topshiriq beradi, mana shunday bir yaxshi aytishniklarga shunday yaxshi programma tashkil qilinglar. Shu odamlarda shunday aytilgan puli shunday tushsin, ko'rinsin, mana shu tushgan puli shu aniq kerakli mana shu xotin qizlarimizga bo'linsin. Masalan, ularga qanday? Masalan, kerakli char oyiga nech puldandir. Katta qo'shimcha bu yoqda yig'ilib tursin. Yig'ilganini ham ko'rib turaylik. Hozir mana nimalar borki, programmada mana oltinni o'sishi, haligi
biron bir birjalarda bunday chiqib bunday tushib mana shunaqangi shunday mana qancha yig'ilib turibdi mana shu qanchasi masalan bir qismlarini olib boradi yangi yil kunlariga ko'proq berilsa hayit bayramlarida 8-martlarda ko'proq berilsa baribir shu o'zimizga kelishadi yangi yilda qilsak yangi yilda hayitda qilsak ro'zg'orga qiladigan shu ana shu qolgan vaqtlarga masalan necha puldan tushsa ham shu qilib berib borilsa bachalarimizga ham mana shu qizchalarimizga ham mana shunday o'zlariga bir kartachalar qilinsa kunni qilinib turib bir shunday bir qizlarimiz umuman bir narsaga zoriqmasin. Agar kelajakda yaxshi bo'lib ketsa, balkim o'g'il bolachalarimizga ham, o'quvchilarimizga ham balkim shunaqangi qilib berilishi mumkindir. Katta tashkilotlarda boshliqlari bor. Ana shu tashkilot mana shuncha qilingani katta to'laganlarnikida yozib borilsa, shuncha qilin deb turib, odam bu haligi to'g'risi shundan musobaqalashib ham ketadi. Demak, katta boylarimizdan foydalanishimiz kerak. Masalan, chunki yaxshi to'laganni ko'rinib tursa, berayotganni aniq joyga borayotganini bilsa, beradiganlar juda ko'p bo'ladi bunaqangi narsalarda. Bu yana nima demoqchiman? Mana shu 1 so'm bersangiz 10 ming bo'lib qaytib keladi deydi. Buni mana shu boylar juda yaxshi biladi. O'zlari hozir ham shuni qilib boryapti, shuning uchun ham boy bo'lyapti. Keyin qolgan boshqalar ham mana shunaqangi qilib berishni boshlaydi. Mayli boylar dollarlarda ko'proqdan oddiy xalqimiz arzimagan masalan shu bugun 10 ming so'm bo'lsa ham o'tkazib qo'ydim desa masalan shu obedga bordim dag'in 50 minglik obed yemadim 30 minglik obed yedim 20 ming yana shunga o'tkazayin deb qo'yursa shu talashib o'tkazadigan bir joy bo'lsa shunaqangi haligi bir dastur bo'lsa deymanda shunday tushib ana shu pul ko'payib ana shu shunday joy bo'lsinki shunday haligi keyin yana nima boya aytdimku shu to'lov qilgandan keyin ko'p keladi. Tadbirkorlar ko'proq to'lov qilsa ko'proq foyda olishni boshlaydi. Boshqa xalqimiz ham qiziqib ketib, ular ham to'lov qilishni boshlaydi, ular ham ko'proq pul topishni boshlaydi. Buni mana mulla bolalarimiz ham yaxshilab tushuntiradi. O'sha mulla bolalarimiz ham qo'shimcha gaplar qilishi mumkin. Ana shu xolos katta psixologlar bir yaxshi gaplarni topishi mumkin. Bizlar bir shu qisqasi lo'ndasi mazmunda aytayapman-da. Mazmun shuki, shu ayollarimizga shu 55 ga kirishni kutib yurmasdan, pensiyaga chiqishini kutmasdan har kuni shu haligisini topsin. Shu yaxshi haligi puli tushib tursin keraklicha o'sha. Buni hozir bir xillar ayollar zo'r yashayapti deyishimiz mumkin. Zo'r yashayotgan ayollar to'lib yotibdi haqiqatan. Lekin noto'g'ri yashayotgan ayollar ham to'lib yotibdi. Buni ham bilish kerak-da. Kerak bo'lsa shu zo'r yashayotgan ayollarni o'zi ham o'tkazib yuborishi mumkin. Men ham mana shu xotin-qizlarga yordam qilmoqchiman deb u ham tashlab yuborishi mumkin. Chunki katta tadbirkorlar bor, oyiga million topadiganlar bor. Ular shunday yo'lga qo'yishadi. Topgan pullarini. Ana shunday mana shunga o'tkazib, xullas shunday haligi ketin yaxshi ana shunaqangi toza puldan haligi yeb katta bo'lgan bolalar yaxshilikka xizmat qiladi. Kelajakda o'zlari kerak bo'lsa shunday mana topib katta bo'lyapti. Ularda o'zi keyin kattargandan keyin oylik olishni boshlagandan keyin o'zlari ham tashlaydigan bir shunaqangi bir katta pul havuzi bo'ladi. Shunday haligi bo'ladi-da bunga boshlanishdan mayli masalan davlatni o'zi ham ozroq yordam qilib turish kerakdir. Balkimdir buni o'ylab ko'rishda qanchadir miqdorda. Kelajakda keyin xalqni o'ziniki kerak bo'lsa to'lib ketadi. Davlatga ham kerak bo'lsa. Davlatni o'zi ham kerak bo'lsa, u ham qo'shaveradi. Qancha bo'lsa pul kerak yo'ligi o'qimishlarga ko'proqdir, masalan bir yaxshi bolalarga ko'proqdir masalan haligi berish qilinadi-ku miqdorini masalan kerak bo'lsa shu mahallalardagi shu eng mahallaning yaxshi ayoli deb tunaligi ana shularga sal 1 so'm 2 so'm ziyodroq bo'lsa ham bo'lib bilinsa bo'ynagi ayollarimiz ham haligi gapdan urishqoq ayollar bor. Ular shu urishqoqlik bo'lsa boya pastga tushib qolaman deb turin. Ular pastga tushmasligi uchun o'sha urishqoq ayol bo'lmasdan bir yaxshi namunadagi ayol bo'lishga harakat qilishni boshlaydi. Shunaqangi bir yaxshi bir yo'lini tashkil qilsak-da. Shu demak yaxshi odamga yaxshi pul tushar ekan, yaxshi odamga bir yaxshi oylik. O'zidan o'zi noto'g'ri ular chorni spiska deymiz, qora ro'yxatga tushib qolsangiz mana bunaqaga o'tolmaysiz. Demak, ana shunga o'tishingiz uchun siz yaxshi odam bo'lishlik odamlar sizga ovoz berish kerak masalan deb turinda bir qandaydir bir shunday bir hozir zamonamiz bir texnikalashib ketdi-ku. Ana shunaqangi texnikalashganda nima qilsak bo'ladi. Mana hozir bizlardan open byudjetlarda bir qaysi mahallaning odamlari yaxshi open byudjetga tayyorgarlik ko'rsa, shunday xalqlar $500, $1000 ziyodlab ham pul tashlaydiganlar ko'p ekan. Mana chet eldagi ishlaydigan katta boylarimiz bor. Katta optimchi savdogarlar bor, zavodlari bor. Bir nechta zavodi bor, millioner odamlarimiz bor. Ana ular kerak bo'lsa shunday o'tkazishni boshlayveradi.
puldan muammo bo'lmaydi. Faqat shu pulni joy-joyiga bera oladigan bir tashkilotimiz bo'lishi kerak. Shunaqangi joy bo'lishi kerak. Unga umuman shu bir noto'g'ri ish qilmaydigan, bir yaxshi odamlar ishlaydigan, yaxshi odamlar shiga rahbar bo'ladigan shunaqangi joy qilinsa, noto'g'ri ishdan hazar qiladigan odamlar bor-ku, ana shunaqalar topib qo'yilib, kerak bo'lsa boyagida men o'z ixtiyorim bilan agar noto'g'ri ish qilib qo'ysam, bir yilga, bir umrga qamashilarga men iltimos qilaman deb yozib beradi kerak. Chunki ular ishonadi noto'g'ri ish qilmasligini. Xalqimiz ham biladi, shunaqangi odamlar ishlasa. Shunday juda bir gaplarim bor-da. Mana shu narsani yaxshilab nima qilib joyiga yetib borsin. Prezidentimizga yordamchilar tushirgizib, shunaqangi bir konkurs e'lon qilinib turib, bunga juda bir zo'r dastur bo'lish kerak-da. Qo'ldan keladi mana shunday. 10 ming tashlasangiz ham ko'rinsin, shundayligida ko'rinsin. Kerak bo'lsa mana kartani egalari yozib boriladigan, xullas aniki joyi bor-ku. Masalan bizda yashirinchi degan gaplar balkim shu aldamchi gapga o'xshaydi. Yashirinchi emas, ochiqchasiga bo'ladigan bo'laversin mayli. Yashirinchini qiladigan har qanday yo'lni qilib qilaveradi yashirinchasini u. Lekin mana shu yerda shunday ko'rinadigan, kelajakda masalan mana shu odam shuncha pul tashlab, shuncha yaxshilik qilgan odamga bir qaysidir ma'noda bir gapi, bir ishi noto'g'riga, bir tuhmatga qo'yilganda bir kunlarda shunga mana shunday qilib borgan odam bundan qanaqa gapni kutamiz? Bu odam yaxshi odam-ku degan o'zidan o'zi bilinib qoladi. Bu pul jigarda moyidan bo'ladi. Buni uncha-munchadan berish qiyin. Bunga shu demak shundan bilamizki xalqiga mehribon ekan. Shundan bilamizki xotin-qizlarimizga befarq emas ekan. Shundan bilamizki kelajagimizga befarq emas ekan. Ana shundan bilib odamni qandayligini bilib olsagan bo'ladi. Shunga aytmoqchiman. Shunga ham boyagi bir xil negativchilar shuni yozmay turingizlar. Yaxshi tushunmasangizlar, qani shu bir yaxshi bir joyga olib borsin. Yozganlar yomon ko'raman, shu noto'g'ri gaplar gapirib qo'yishi mumkin. Men hozir bu gapimni shunday bo'lsin deb niyatim bor, lekin asosan hozir maslahatga qo'yapman. Mana shu yaxshi fikrlaringizni, qo'shimcha fikrlaringizni ham aytingizlar. Mana shu maslahatlashib bir kerakli o'ligi dasturni yarataylik degan niyat qilyapman. Birinchi qadam qo'yiladi. Mana shu gapni eshitib, oqshom 10 dan o'tib uxlagan bo'lsam, 2 gacha uxlamayotdim. Shu bunday qilib, nima qilib shu o'ylanib qoldim. Mana shu odam qizlarimizga, xotin-qizlarga durust bo'l, tartibli bo'l deymiz. Shunaqangi bo'lishdan oldin o'zi tashkil qilishga katta yordamni qilib qo'yaylik. Eng boshlang'ich yordamlarni. Undan keyin ko'raveramiz. Mayli, ishlarimiz ko'p, mana biz hozir ketmanlarda ortishyapti. Mana dalalarda katta ishimiz bor. Mana shu gap. Mana onaxonim 80 ga kiradi. Ayna. Nima deysiz? Yaxshi ma'mula, yaxshi gaplar gapirding. Xudo haligiga ro'yobga chiqsa yaxshi-ku. Ro'yobga chiqsanda endi shuncha gapirgan gaplaring. Xudo nima qilsin. Duo qiling qaniyni. 80 ga kiradi, ham 5 mahal namoz o'qiydi. Kattatamlar ham namoz o'qiydi, katinamlar ham mana shu odamlarda farzandlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'pda asrasin Allohim, ko'pda qatarda avvali ko'pda asrasin Allohim, ko'pda qatarda bizlarni ham asrasin Allohim. Yurtimiz tinch bo'lsin, elimiz, yurtimiz tinch bo'lib, hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Sog'lik, salomatlik bo'lsa, hamma ishlayotgan narsalaring bo'ladi. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, Xudoning o'zi mehribon bo'lsin, bandalariga rahm shafqat qilsin dag'in. Nimaiki niyat tilagan bo'lsang, hozir aytganing bo'lsin, nasib bo'lsa, Xudo taqdir qilsa. Allohim, ko'pda asrasin, ko'pda qadar sizlarni ham asrasin Allohim. Allohu akbar. Juda zo'r o'qiyordingiz, esdan chiqib qoldimi? Xo'p, sog'lik, salomatlik bizning. Yaxshi kunda. Faqat niyatim yaxshilikka. To'g'ri tushunasizlar. Iltimos.